Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi chislomuz 24-iyun 2026-yil. Hafta kuniga juma kuni hammalarning juma yomlari bilan muborak bo'lsin. Biz mana shu o'zimni xolamni qo'yxonasiga keldik yana. O'sha mashhur 100 ta qo'y deb aytgan edi. Mana qo'ylar yana ko'payibdi. Nasib bo'lsa mana ruxsat oldik egasidan bir kelib bir syomka qilib ket degan edi. Kelib mana keldik. Syomka qilgan, sizlarga ko'rsatgan keldim. Sizlar bilan bo'lishay dedim. Qo'yga qiziquvchilar bo'lsa, mana nasib bo'lsa hozir chiroyli videolar chiqaramiz. Videomiz boshlanmasdan bitta layklar bosib qo'yaylik obunachilar. Mehnatimizni qadrlagan holda 90% odam obunasiz odamlar ko'rayotgan ekan. Bir obuna bo'lib qo'yib, layklar bosib qo'yaylik. Shu mehnatimizni qadrlagan holda men bo'lsa sizlarga mana videoni hozir ko'rsatib, hammasini obzor qilib, chiroyli qilib obzor qilib ko'rsatib beraman obunachilar. Xo'p, qo'yxonamizga kelsak, qo'yxonamiz uzunligi 50 metr bundaqasiga. Bu ikkinchi qo'yxona. U yoqda yana bitta bor. Uni ham oldingi videoda qo'ydim. Bu ikkinchisi, ikkiga bo'lib qo'yadigan bo'ldik. 50 ga 6 metr uzunligi. Xo'p, bu yoq 1,5 metr daroshka yo'l qilingan. 50 metr, 50 santimetr oxiri, xo'p 4 metr ichi bo'lyapti qo'yxonani. 4 ga 6. 4 ga 6 4 ga 6, unisi 4 ga 4. Keyin bu yoqi ham 4 ga 4 yemxona qilingan. Hozir hammasini ko'rsatib o'tib ketamiz obunachilar. Chiroyli qilib obzor qilib. Hop, tepa qismidan boshlasak, qo'yxonani tepa qismi strapilar, o'nlik strapilardan 6 metrlikdan qo'yilgan. Har 1 metrni 90 qilingan menimcha. 90 devdi o'tgan safar. 90 ga bunaqasi bo'linib ketgan. 50 metr bo'lsa 90 dan hisoblab olasiz nechta ketganini. Keyin har 60-80 ga qilib bo'lib ustiga reyka qo'yilgan. Oddiy o'zimizda 4 ga 3 mi, 3 ga 4 mi shunaqa reyka qo'yilgan. Ustiga jiles qo'shilgan. Atsinkoviy jiles. Keyin ana hozir ko'rib qoldim, tepadan shlanka qilib suv olib kelgan. Ana kechki payt issiqqa haliga fontan qilib sevib turadi. Xullas sharoitlar zo'r, chotki qilingan, faqat qo'yni boqish kerak. Hop, bu yoqqa kelsak, oddiy atsinkoviy jilesni qo'yganda mana bo'lib chiqqanlar quyoshdan pana qilish uchun. Afsuski, bu ham yordam bermayapti. Mana hozir mana kapron tutib qo'yibdi. Bo'z tutilgan. Metroviy nima deyiladi haliga. Endi yozib ketasizlar kommentariyaga agar. Men to'g'risi topolmayman nimaligini. Hop, ichki qismini aytdim. O'rtalari bo'lingan. Oxiriga kelsak, ikkita 15 lik strapl, bu yog'i bitta 15 lik qilib bo'lib 4 ga 4 metrga 4 metrlik, 3 metrlik ana shuni oxirlar qilingan obunachilar. Xo'sh, hozir endi bo'lsa, bu yoqqa qarab sekin yuramiz. Mana qo'ylarimiz yana bu yoqda 35 tami 40 ta qo'y turibdi, ikkita oxirda. Hammasi mana nasib bo'lsa qochib qolgan bular ham. Bular birinchi ertaroq tuqqani, nariga qoradagilar kechroq tuqqani. Shuni hisobiga hozir ular uje kechroq bo'lgan, bu mana ertaroq qo'chqorlar qo'shib qo'yibdi. Xo'p, mana bitta katta qo'chqor, mana bu kattasi eng yiriga. Yana u yoqqa yana bitta bor. 3 ta qo'chqor qo'shilgan. 33 ta qo'yga 3 ta qo'chqor menimcha. Normal yetadi. Mana qo'chqor ko'rasizlar, juda yirik. Bo'yi ham 1 metr bor, uzunligi ham bunaqasi ham 1 metr, 1,5 metr bor. Yaxshi, ancha yaxshi. Ko'z tegmasin, yirik. Ko'z tegmasin, yaxshi boqibdi. Semirib qo'ygan. Taylarni bir tozalasak, nasib bo'lsa o'zim keladigan bo'ldim hasharga. Chaqirsalarni ham boraman dedim. Kelgin, jiyan deganga xolam nasib bo'lsa bir kelib, o'zim bir yordam berib ketaman. Xo'p, yemishlariga kelsak, shuna oddiy mana zelin deydi bizda. Zelin sezon tugadi hozir. Zelinni quritilgani, maydalangani beda bilan maydalab mana to'kib qo'yibdi. Hozir bu soat 5-6 gacha yeydi. Yeb bo'lgandan keyin yem beradi. Yemi oddiy shu makka bilan kepak shekilli bug'doy aralashgan. Shularni berib qo'yadi, bo'ldi. Xo'p, ichki qismiga kelsak, mana suv idish ko'ryapsizlar. Gaz ballonda 2 tani bitta qilibdi. Kesgan, o'rtasidan kesib, 2 tani bitta vart qilganda, svarka qilib oddiy 4 ta armaturdan noshga qo'yib qo'ydi. Bo'ldi, oddiy. Idish. Xo'p, bittadan tuz taylangan, hammasi tuz bor ekan, ko'rdim. Yaxshi, tuz ham foyda beradi. Meni ham uyimda qo'ylar bor edi. Mana shu tuzni yeb yalab yo'q qo'yardi. Xo'p, bu yoqqa kelsak, hozir bular endi qochgan, mana katta qo'chqorga turibdi. Manaki, mana shu qo'chqor hammasini qochirdi. Nasib bo'lsa, to'q qoladi. Mana bular уже yelin chiqib qopti. Yelin tashib qo'yibdi. Mana bu yerda yana maxsus mana bunaqa отдельный
Menimcha bular oldinroq qochgan, shuni hisobiga buni qo'chqordan ayirgan. Yelini ochib qolibdi qarang. Qornlar tashab qo'ygan. Bular ham menimcha egizak tug'adi deyapti. Xo'p, 1 2 3 4 5 u yoqda 6 ta, 11 ta edi. 11 ta sog'liq egizak tug'sa kerak. Shuning uchun bular alohida qo'yib qo'yibdi. Bu yoqda ham menimcha bular ham egizak tug'adi. Endi qochmagani qochsin deb qo'chqorni qo'shib qo'yib. Shuni hisobiga bu yerda hozir mana nimalar turibdi, qo'chqorlar. Ko'rib olasizlar obunachilar. Xo'p. Bu yoqda mana drabilkani olib ketdilar vodiydan. O'sha mashhur qaysi edi? Vulqon degan kompaniya bor, shuniki olib kelgan. Mana bu yoqda maydalab zelinni yana qo'yib qo'yibdi, quritilgani. Xo'sh, o'rtalarini bo'lib chiqqan atsinkoviy shiferdan qo'chqor mana bu yoqda xo'p 1 2 3 ta ekan. Mana bu qora quloq o'sha egiz qo'ydi bolasi bu. Oyog'iga nima bo'lgan buni? Oqsayapti-ku. Nimadir bo'libdi, aytish kerak. Oyog'i oqsayapti, mana old oyog'i. Nimadir bo'lgan bunga menimcha. Egasini o'zi biladi. Xo'p, yelin chiqib qolibdi. Ana, shu qo'yam. Shu qo'yam ertachiroq tug'adi inshaalloh. Yaxshi, ko'z tegmasin. Juda yaxshi. Bu yoqda bo'shab qolgan. Shuni hisobiga bu yoqqa o'tyapti hozir hammasi. Hozir aytish bo'yicha 120 ta qo'y bor opshi bu yoqda. 120 ta bo'lsa, nasib bo'lsa, hop 40 ta sovliq. U yoq bu yoqda, keyin bu yoqda, yoqda nari qo'yxonada. Opshi 40 ta bo'lsa, endi hisoblab olavering. 40 ta sovliq nasib bo'lsa to'p qoladi shu. Bular menimcha sal kechroq. Avgust oxiri sentyabrda tug'adi, narigisi shu avgust o'rtalarigacha tug'adi deb aytib o'tdim. Oldingi videoda bor, ko'rgan bo'lsalaring. Xo'sh. Shunisi 40 ta qo'y endi avvalambor xudo ikkitadan tutsa, bu yoqni hisoblab olavering. Bittadan tutsa ham mana 120 ta bo'lsa, bu yoqqa yana mana 160 bir. Yo'q, 200 taga yaqinlashib qoladi inshaalloh. Xolamni qo'ylari, barakali qo'ylar, juda ham. Mana qo'y barakada haqiqatan mana hech qancha oldin bir yarmini sotgan edi, mana yana shuncha hozir nasib bo'lsa, xudo beraman desa mana berib turibdi-da. Xudoga oson. Allohga oson. Bo'l dedimi, bo'ladi. Mana yana shuncha qo'y bo'lib qoladi inshaalloh. Obunachilar mana qo'ylari ko'rib turibsizlar. O'zlari realni ko'rsatib boryapti. Hech qanday yoshirish yo'q. Xo'p, yemlarni bir qator ko'rsatib o'tayin. Uncha bo'ldik. Boya narigisi ko'rsatmabman. Sal chalib. Mana bosib qo'yibdi. Shu aytganda kepak, oddiy kepak berar ekanlar. Mana xaltalangan yemni bosib qo'yadi har doim. Baraka topsin. Qo'ydi rizqi bor-da o'zini. Keyin po'choqlar olib kelar ekan. Restoranlardan, kafelardan, barlardan ana po'choqlar olib kelib, uydan tarvuz chiqadi, u chiqadi, maydachi uyda. Shularni to'g'rab, yozgi kuniga menimcha shunaqa beriladi, chunki kuchli rejimga olish qo'ydi bo'lmaydi, semirmaydi, havo issiq. Keyin mana baqlajon aytmoqchi. Mana setkani hozir ko'rsataman endi. Bu yog'i uy ekan. Hovlini ko'rsatmaylik. Baqlajon ekilgan. Polni bu yoqda narigi hovlida. 2 qator baqlajon ekan, baqlajonlar to'g'rab, mana shu kepakka aralashtirib berishadi. Izdan mana bunaqa nima zelinni quritilgani, ko'katni quritilgani deydi. O'shalarni beryapti. Polyadan o'rib olib kelgan. Olib kelib mana shularni quritib, maydalab drabilkaga solib beryapti. Shu bo'ldi oddiy retsept. Mana qo'ylar chiroyli bo'lib o'zgarib boryapti. Yaxshi, juda yaxshi, ko'z tegmasin. Mana shunaqa gaplar obunachilar, mana ko'rdilaring. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta layklar bosib qo'yamiz obunachilar. Hozirdan chiroyli qilib addushi chorvay qiziquvchilarga jo'natib qo'yamiz. Shunaqa qo'ylar ko'paytirsa bo'ladi. Mana shu qo'y men bilganim, men opad musofirda yurgan edim. 4 yillar bo'ldi. 4 ta qo'ydan boshlagan. Mana shu 4 ta qo'y ichida yuribdi qo'ylar ham. Shu 4 ta qo'yni bolalari shuncha bo'lib ketdi mana. 4 yil oldin mana shu 4 ta qo'y mana shuncha bo'lib ketdi. Bu yoqda ham bor, u yoqda. Bu yoqda ham bor mana. Mana shu 4 ta qo'y, mana barakali qo'y ekan. Mana shular tug'ib shuncha ko'payib ketdi. Obunachilar ko'p turibsizlar. O'zlaring realni men hech qanday bu yerda olib qochish yo boshqa nima emas. Realni mana bo'ladigan nimani tasvirda olib turibman hozir. Endi uydagilar kelyapmadi. O'zing tushirib olaver, o'zing ko'rsat dedi. Ular kelib o'zini ko'rsatib bunday nima qilsa sal uyaladi. Shuning uchun men hozir o'zim keldim, o'zim videoga olib sizlarga to'g'ridan to'g'ri mana tasvirlab hozir realni ko'rsatib boryapman obunachilar. Ko'ryapsizlar o'zlaring. Qo'ylar juda yaxshi boqilgan.
Endi to'g'ri, ichida arrig'i ham bor, semizi ham bor. Chunki hamma qo'y har xil bo'ladi, bir xil ketmaydi. Bittasi bundayroq yesa, bunisi bundayroq bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, mana arrig'i ham bor, kichkinasi. Lekin ana shu qo'y ham egizak tug'adi, aniq. U bo'lishida uje. Xo'p, xullas shunaqa gaplar obunachilar, mana ko'rib turibsizlar o'zlaring. Keyingi videolarda ko'rishguncha obunachilar, sizlar bilan xayrlashmaymiz, keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.